4,5 yil davomida biz o'zi Hasan-Husanlarga tekkanman, egizaklarda. Ularda bo'ldi farzandlari, ham 3 ta o'zi birga turamiz. Hali ular ballarni erkalatib, nima qilsa o'zingizda ham ezilish bo'larkan. Doktorga ham bordik, doktorlar ham hammasini yaxshi deb nima chiqarib berishardi. Bansalarda ham yotib chiqqanman, hamma tekshiruvlardan o'tganman. Hammasi yaxshi deb nima qilishardi. Arada uyimizdaglarim yashamaysanmikin deyishdi. O'qilishda yo'q, ayamlar, dadamlar qo'yishmadi baribir. Keyin bekka keldik. Sizlarda nimalarning dalla bo'lishlaring ham sabab bo'ldi. O'zingizga ishonch kuchi, o'ta stressga tushib ketdim to'g'risi. Bemorimiz 4,5 yil davomida homilador bo'lmagani, erkaklik faktori sababli biz eko amaliyotiga oldik. Birinchi embrion transferda homiladorlik inshaalloh, alhamdulillah. 9 oydan keyin shu bolalaringizni olib, chiroyli farzandingiz bilan chiroyli baxtli oila bo'lib yashashni sizga nasib qilsa, inshaalloh biz sabab chiqgani uchun Allohga ming marta shukronalar keltiramiz.